2026 yilgi Daewoo Leganza bu zamonaviy dizayn, qulaylik va ilg'or texnologiyalar uyg'unlashgan yangi avlod sedan avtomobili hisoblanadi. Yangi modelda Daewoo kompaniyasi premium sinfdagi avtomobillar bilan raqobatlasha oladigan darajadagi sifat va texnik imkoniyatlarni taqdim etgan. Tashqi ko'rinishidan Leganza 2026 aerodinamik shakllarga ega bo'lib, old bamperi va faralar dizayni futuristik uslubda yaratilgan. Yangi LED yoritish tizimi kechasi haydashda yanada yorqin va xavfsiz ko'rinish beradi. Keng radiator panjarasi va xrom detallar mashinaga joziba bagishlaydi. Orqa tomondagi sport uslubidagi chiroqlar esa unga zamonaviy ruh qo'shadi. Salon qismi haydovchi va yo'lovchilar uchun maksimal qulaylikni ta'minlaydi. Interyer yuqori sifatli charm materiallar bilan bezatilgan. Markaziy konsolda 12 dyuymli sensorli ekran, multimedia tizimi, navigatsiya va ovoz boshqaruvi funksiyalari mavjud. Shuningdek, avtomobil Apple CarPlay va Android Auto tizimlarini qo'llab-quvvatlaydi. Texnik jihatdan Daewoo Leganza 2026 yangi 2.6 litrli turbo dvigatel bilan jihozlangan bo'lib, 200 ot kuchiga yaqin quvvat ishlab chiqaradi. 8 pogonali avtomatik uzatma tizimi bilan birga, u yo'lda silliq harakatlanish va yoqilg'i tejamkorligini ta'minlaydi. Shuningdek, elektromobil versiyasi ham ishlab chiqilishi rejalashtirilgan bo'lib, u tort 150 kimgacha masofani bir marta quvvat bilan bosib o'tishi mumkin. Xavfsizlik tizimlari ham yuqori darajada. Avtomatik tormoz tizimi, charchoqni aniqlovchi datchiklar, yo'l harakati chiziqlarini kuzatuvchi kamera, orqa ko'rish sensori va adaptiv kruz nazorat mavjud. Bu xususiyatlar haydovchi va yo'lovchilar xavfsizligini maksimal darajada ta'minlaydi. Umuman olganda, 2026 yilgi Daewoo Leganza bu zamonaviy texnologiyalar, tejamkorlik, kuchli ishlash va hashamatni birlashtirgan mukammal avtomobil. U yangi avlod haydovchilari uchun ishonchli va zamonaviy tanlov bo'lishi kutilmoqda.